Assalomu alaykum do'stlar. Kechlikinglar xayrli bo'lsin. Bugun biz birlikda Adil Abdurahmon tog'a fanniy hikoyalaridan Rangarang gullar degan hikoyani anglaylik, ha? Hikoya Rangarang gullar. Bahar kelib zemin ko'kardi. Bog'lar, tog' va yayloqlar gulchechakka purkandi. Qishicha shirin uyquda yotgan ishchan Hasalhar ona bolalarini agashtirib, gul chechaklardan shirni yiqili gulzorliqqa uchib bordi. Gul desa jinini beradigan ishchan Hasalhar qizlar gulzorliqda shodliqqa cho'mginicha larzan usulga tushishdi. Birdam u gulga qo'nsa, birdam bu gulga qo'natdi. Har ana bolalarining bahor payzini surib, xushal xuram bo'lganligidan cheksiz suyunib, qalbi putmas tugmas shodlikqa to'ldi. U aralab bolalariga gul shirnisini qandoq yig'ishni o'rgatdi. Bir chaqda qanqudek uchib, guldan gulga qo'nib charchagan har qizlar onasining qishig'i kelib aram elishdi. Bugun qanqudek o'ynab oldinglar, ha? Atidan boshlab gullardan shirni yig'ib, yiqqan shirnilardan insonlarga eng shirin asal taqdim qilamiz jumo. Har ana bolalarga shirni yig'ishda nimalarga diqqat qilish kerakligi haqida tafsiliy tushuncha berdi. Onasining gaplariga butun zehni bilan quloq selib o'ltirgan Kanjigul go'yo bir narsa esi kelgandek onasiga savol nazar bilan tikilib, "Ana, gullar nima uchun har xil rangda bo'ladi?" deb so'radi. "Rosa, gullar nima uchun rangarang bo'ldi qizlar?" Har qizlar tangli cho'qirashqinicha har onaning atrofiga o'lashdi. "Qizlarim, gul hujayrasida" deb tushuntirishga boshladi har ona. Siyanidan va karotinoidlar bo'ladi. Karotinoidlarning turi nihoyat ko'p bo'lib, har bir turining rangi o'xshash bo'lmaydi. Siyanidinning rangi quyosh, temperatura va kislota ishqorliq darajasining o'zgarishiga ergishib o'zgaradi. Har xil gullarning tarkibidagi siyanidin va karotinoidlarning turi, miqdori va turgan sharoiti o'xshash bo'lmag'achqa, gullarning rangi-chi har xil bo'ladi. "Ha, aslida mundoq ekan-da." Har qizlar rangarang gullar haqidagi bu bilimlarni ko'ngil qo'yib angladi ham onasiga yordamlashib, tiyog'ini ko'p shirni yig'ib, insonlarga mazali bolasal taqdim qilish uchun va'da berishdi. O'moqlarim, biz bu hikoyadan yangi bir bilimni o'rganib oldik, ha? Biz o'rganib olgan bu bilimimizni atrofimizga do'stlarimizga so'zlab beraylikmi? Axirda Dilola adamlarga agishib, tuvandagi balalar qo'shqini o'rganinglar, ha? Balalar qo'shqi tosh olma. Tosh olma, tosh olma, toshdek chin olma. Sanab bo'lolmadim, shoxda ming olma. Tosh olma shexingdan o'zib olaman, dugilab qashmig'in tutib olaman. Apirib beraman momamga seni, munchoq qilib osaman ukamga seni. Kichik shoirlar kesh bo'lib ketibdi, amiz bugun boldur uxlanglarjimi? Tatliq tushlar sizlarga mira bo'lsin.